Yigit kishi hayotda 3 ta narsaga tanlashda xato qilmasligi kerak. Birinchisi bu ishi. Ishi umrini ko'p qismi ishda o'tadi. Agar kimgadir o'sha ishda o'tkazish vaqti yo'qsa, keyin qaraganda tushunib yetadi, bu umrini yarmi ishda o'tib ketganligini tushunib yetadi. Bu men o'zim bilmayman, ko'p kuzatganlarimda shunaqa, lekin tanlashda adashmaslik kerak, ish tanlashda. O'zini yoqtirgan ishi bo'lishi kerak, albatta. Ikkinchisi ayoli. Ayolini tanlashda ham adashmaslik kerak. Chunki umri o'sha bilan o'tadi. Sizni tushuna oladigan, sizni doim boringizda ham yo'g'ingizda ham tura oladigan ayolingiz bo'ladi. O'shaning uchun ayol tanlashda ham adashmaslik kerak. Uchinchisiga do'stni kiritsa bo'ladi, lekin bu unchalik muhim emas. Yo'lda topiladigan narsa do'st. Lekin yaxshi maslahat beradigan do'st ham juda kam. O'shaning uchun do'st ham uchinchisiga kirmasligini o'zingiz tanlasangiz bo'ladi. Shu asosiysi ikkita narsa. Ish va ayol.